O'zim ham mana shu narsalardan mazza qilaman va albatta sizlar ham mana shu narsadan mazza qilasizlar. Chunki buni sizlar uchun va albatta o'zim uchun sotib oldim. Xo'sh, professional kamera Sony FX30 Tamron obyektiv yaxshisidan akkumulyator nima uchun projektor uchun yaxshi akkumulyator filtr quyoshda ham yoki yaltirab qolgan joylarni olish uchun bu filtr oldik. Silliq chiqishi uchun stabilizator, to'rtadan akkumulyator, zaryadchik akkumulyator bu Sony uchun. Va ko'rib turganingizdek sumka. Bundan tashqari bizda professional shtativ, hammasini sizlar uchun, o'zim uchun, o'zimga sovg'a qilaman. Nimaga sizlarga deyapman? Chunki bu narsalar bilan sizlar YouTube'da tiniq kadr ko'rasizlar. Xudo xolasa, buning uchun men juda qattiq harakat qilyapman. Yangi yo'nalishlarda nafsim YouTube'da tomosha qilib ketaverasizlar. Hozir esa bu narsalar agar sizlarga qiziq bo'lsa, qanaqa xarakterda va oxirida necha bo'lib ketganligini sizlarga aytmoqchiman. Bu olingan joyni ham sizlarga tavsiya etish uchun bu videoni aytmoqchiman. Nima uchunligini videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Xo'sh, mana ko'rib turganlaringdek, hammasini joylashtirib oldim. Tayyorman ishlashga va videoni sizlarga tushirib ko'rsatishga. Hozir bu oxirgi o'sha telefonda tushirilgan videoni ko'rasizlar. Bundan keyin albatta Sony'ning o'zida tushirilgan videolarni tomosha qilasizlar. Bu bilan Xudo xolasa YouTube'dan bekor vaqtimiz. Butun mana shu Qashqadaryodagi to'ylarda, syomkada ko'rasizlar nasib bo'lsa, xizmatda bo'lamiz kamera bilan. Bu kamerani nimaga tanladim? Vafshe men o'zimga juda ko'p kameralarda, yana narxini oshirib ketaversangiz bo'laveradi, lekin biz istagan konfiguratsiyada, biz istagan narxda eng mosi, eng zo'ri mana shu kameraga to'xtaldim. Sony FX30 va Tamron obyektiviga. Endi xarakterlarni ozgina tushuntirib ketaman. Mana kamerani umumiy ko'rinishi. Men buni o'zimga o'xshab, o'sha qiziqadiganlar uchun batafsil tushuntirmoqchiman. Bizda doimgi obunachilar kamera bunchalik qiziq bo'lmasligi mumkin. Nima keragi bor deyishlari mumkin, lekin buni ham o'zini qiziqadigan odamlari bor, ko'rsa mazza qilib. Xo'sh, endi knopkasi bu yerda ekan, qo'shadigan knopkasi. Mana qo'shildi. Obyektiv ishlashga tayyor, ko'rib turganingizdek. Mana bunda odatda kamerada biza fokusni mana bu knopka bilan olgan bo'lsak, bunda esa mana bu ekan fokus. Eng yoqadigan tomoni bitta nimasi bor ekan. Menga yoqmaydigan tarafi bor ekan. Ya'ni bunda eng yoqadigan tomoni mana kulleri bor buni. Kamerani kulleri bor. Bemalol sovutadi. Soatlab kuni bo'yi syomka qilsangiz ham bemalol syomka qilaveradi. Qizib ketmaydi hech qachon. Torkada qilsangiz ham qizib ketmaydi. Quyosh nurida ishlatsangiz ham qizib ketmaydi. Chunki buni o'zining kulleri bor, yaxlatib turadigan. Va buni yoqmaganini nimasi? Yoqmadi deganimda, aynan mana shu kullerlar ichidagi nimalar ishlab turgan evaziga zaryad xolostay holatda ham, ya'ni mana shu qo'shilgan holat, men zapis ketmayapti hozir, lekin ishlatib turibdi akkumulyatordan. Chunki hozir mening kompyuterimga qo'shilgan shovqin bor, eshitilishi mumkin, eshitiladimi bilmadim. Lekin bunda hozir xuddi kompyuterda kullerlari ishlagan, motorlari ishlagan eshitiladigan, xuddi shunday eshitilib turar ekan. Tamam, teshiklari ozgina xunuk ko'rsatadi-yu, lekin bularda o'zini vazifalari juda ko'p. Xohlagan narsangizni qotirib olishingiz mumkin, xohlaganingizda. Odatda bunday to'rtburchak kesi bo'ladi-ku, o'sha kessiz ham bunga ko'p narsani qotirib, joylashtirib ishlatishingiz mumkin ekan. Ikkita slot nima uchun? Fleshka uchun. Zapis ketganda, e'tibor qiling, zapis ketganda mana bu svetlar yonadi, ya'ni oldidan ham bilib turishingiz mumkin, zapis ketyaptimi yo'qmi, orqadan ham katta svet bor ekan. Bu torkada 120 ta tushiradi. 120 ta kadr.
1 sekundda 120 ta kadr tushiradi. Bu degani bemalol masalan sekinlashtirgan payti qaltirab qolmaydi. Video qaltiramasdan silliq slow motion deydi. Aynan mana shu joyda ishlatilishiga judayam mosi, zo'ri, hozirgi kunda normallisi mana shu FX30 bo'ladi. Birinchi nimasi bizada iqlim Qashqadaryoda teng bor, issiq, to'ylar yoki ishlar, ko'chada sharoitida bo'lganda qizib o'chib qolmaydi. Va soatlab video tushirilganda qizish jarayon bo'ladi-ku oddiy apparatlarda va bunda hech qachon qizimaydi. O'zidan o'zi o'chib qolmaydi. Akkumulyator tugasa o'chishi mumkin, bo'lmasa o'chmaydi. Ko'rib turganingizdek 75% ida 72% qoldi. Akkumulyator hozir hammasi ketyapti va buni akkumulyator ketmasligi uchun mana bu yerdan boshqa rejimga o'tkazib qo'ysak, masalan, fotoapparat rejimiga tursa, birdan buni nimasi o'zgaradi. Ovozi shunday o'chadi. Kullerlar qizimasligi uchun harakat qilayotgan narsalari o'chadi, rasmda oddiygina holatda turibdi mana. Aziz do'stlar, mana shunday gaplar hammasini yaxshi sifatli Unicell magazinidan Toshkentga borib olib keldik. Unicell magaziniga, xodimlariga, akalarga, Urishit akaga, Jasur akaga rahmat aytamiz. Nimaga rahmat aytyapman? Ular hech narsani tekin bergani yo'q. Prosta chin yurakdan men hamma narsani maydalab so'rab oldim. Hamma narsani maydalab tushuntirdim. Menga nima kerak bo'lsa, hammasini Urishitdagi to'xtamasdan, erinmasdan tushuntirdi hammasini. Xo'p, menki o'zimga nima kerak kamera, nima maqsadda ishlataman, vaziyat qanday, pagoda qanday, hammasini batafsil aytdim. Va obyektiv bu kameraga qaysi obyektiv tushadi? Demak, biz vaziyatimizga Sony FX30 normal ekan. Undan keyin bu Sony FX30 ga qaysi obyektiv normal bo'ladi va kadrlar qanday? Qorong'udami, yorug'dami, voya gaplar, pagoda qanday, hammasi hisob-kitob qilinib, aynan mana shu obyektiv maslahat berdi va bundan tashqari yana boshqa obyektiv ham aytdi. U kichkina, ya'ni o'zgarmaydigan. Bu hozir universalniy, ya'ni kichkina ham bo'ladi, o'zgaradi ham. Zoom, zoom'i bor. U tavsiya qilinganda zoom'i yo'q edi. Ya'ni odatda o'zi ikkita bo'lishi kerak. Hozircha bitta, keyin biz ham buni ikkinchisini ham olamiz. Ya'ni umuman hech qanday joy qolib ketmaydi yoki hech qanday ma'lumot qolib ketmaydi, sizga aytilmagan. Hammasi batafsil ketaveradi. O'sha Unicell magaziniga borsangiz, batafsil sizga tushuntirib beraveradi. O'sha chiroqlar qanday holatda kerak, nima uchun, qanday funksiyalar bilan ishlaydi. Mana shu akkumulyatorlar nechtaga ketishi mumkin. Flishka, masalan, kamerani tezligi, obyektivni tezligi va u yuborayotgan tezlik flishkada agar sekin yozadigan flishka bo'lib qolsa, kamerani qizitib yuborar ekan. Buni men bilmasdim. Aynan shu ma'lumotlar, ko'p men bilmagan narsalar, juda ko'p narsalar aytib, o'rgatib, hammasini tushuntirib, qarochi shunday borsangiz maza qilasiz, hamma narsa sizga batafsil tushuntirib, to'liq ishqirol yaratib beradi. Har qanday vaziyatda. Telefon uchun ham, kamera uchun ham, to'y kamerasimi, klipmi, kinomi, hammasini o'sha Unicell magazinidan topishingiz mumkin. Telefon raqamlarini tashlab ketaman va hozir ham bizni ko'rib turgan bo'lsa, ularga rahmat aytib qo'yamiz. Va umumiy narxi 3300 qanchasi ham bor, 3300 qancha dollar. Pashta $3,500 bo'ldi bizda texnikamiz. Xo'sh. Xizmatlaringdamiz, если что, biz ham kamera bilan to'ylaringizda xizmat qilishimiz ham mumkin va YouTube'da ham chiroyli videolarni aynan mana shu kamerada syomka qilamiz. Bu esa oxirgi marta telefonga syomka qilishimiz. Hammaga katta rahmat. Yaxshi kunda, yaxshi kunlarda, to'ylarda ko'rishguncha obuna bo'lib qo'ying va bu siz uchun foydali kontentlarni, bu endi o'zimga qiziqqan bir marta bo'ldi. Bundan keyingisi faqat hamma odamlar o'ylagan holatda o'sha joy-joyida ketaveradi. Oldingidek siz uchun yaxshilari hali oldinda. Hammaga rahmat. Borliklaringga shukr.